Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli ustozlar. Men Mamazoitova Gulsanam Mamadaliyevna 1995-yildan to 2000-yilga qadar Farg'ona davlat san'at bilim yurti va hozirda Farg'ona ixtisoslashtirilgan san'at maktabining ana o'sha yillardagi bitiruvchisi hisoblanaman. Ustozlarimga kelsak, Xurshida opa va Tohir aka Qahhorovlar, Karimjon Hikmatov, O'rmonjon Murodov va Sharofiddin Ismoilovlardan, musiqa nazariyasi fanidan esa men uchun sevimli bo'lgan Salomat opa Ikromovnadan bilimlarni o'rgandim. Va albatta bu ustozlarimdan olgan bilimlarim ijodim davomida va hayotim davomida asqatyapti. Men undan foydalanyapman va albatta ustozlarimga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Yosh iqtidorlarga esa albatta ushbu dargohlarda o'qishingizni, bilim olishingizni va kelajakda katta marralarga erishishingizni tilayman. Ijrochi sifatida, xonanda sifatida va inson sifatida bugun erishgan jamiyat yutuqlarim, unvonlarim, e'tiroflar hammasi albatta ustozlarimning menga bergan bilimlarim. Men sizlarni juda yaxshi ko'raman. Sog' omon bo'ling. O'zbekiston Respublikasi xalq artisti Gulsanam Mamadaliyeva.